Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu vassalamu ala rasulillah. Robbimiz Alloh taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovatlarimiz bo'lsin. Alloh taolo hammalarimizni bu fazilda, yaxshi kunlarda, salohiyatli bandalar oyi bo'lmish Ramazonda Alloh taolo hammalarimizni dunyoda ham, oxiratda ham saodatli bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin inshaalloh. Alloh taoloning fazli ila Ramazonning avvalgi 10 kunligi rahmat 10 kunligi. Inshaalloh avvalgi 10 kunlikning oxirgi, ya'ni rahmat dahasining oxirgi kunlarida turibmiz. Alloh taolo mana shu kechalarda Allohning o'zi hammalarimizni rahmatiga olib, keyingi ertangi mag'firat dahasida Alloh gunohlarimizni mag'firat aylasin. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarining tahtiga, ya'ni negiziga bizlarni barchalarimizni dohil qilsin. Qandayki payg'ambarimiz aytdilar: "Man soma Ramazona, man qoma Ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambi." Kim Ramazon oyida 30 kun roza tutsa, tarovih namozlariga qatnashsa, nima bo'ladi? Onadan tug'ilgandek holatda gunohsiz bo'ladi. Alloh uni mag'firat qiladi, Alloh uni kechiradi. Mana shunday hadislarning tahtiga dohil bo'lishlikni Robbim fazilatli bu kunlarda hammalarimizga nasib aylasin. Qalb ko'zlarga termulib deydi: "Sizlarga mazza, har kuni zavq bilan Qur'on o'qiysizlar, Qur'onni o'qiysizlar" dedi. Qalb tilga dedi: "Siz esa ko'zlar o'qigan Qur'oni Karimni go'zal tovushlar ila zikr qilasiz" dedi. Qalb quloqlarga qarata dedi: "Sizlarga ham havas qilaman, chunki sizlar ko'zlar o'qib, og'izdan chiqqan Qur'oni Karim so'zlarini, oyatlarini tinglaysizlar. Shunda ko'zlar qalbga qarab, aslida buning barchasi sening sharofatingda." Quloqlar bu fikrga qo'shildi, qalb hayron bo'ldi. Nega endi mening sharofatim bo'lar ekan? Qalbning savoliga til javob berdi. Sababi esa Qur'onni sevmaganimizda edi, unga qaramagan, uni zikr qilmagan, uni eshitmagan bo'lardik, dedi. Haqiqatda Qur'onni bugun sevmaganimizda masjidga kelmasdik. Qur'onni yaxshi ko'rmaganimizda Qur'onni eshitmasdik bugun. Qur'onni tilda zikr qilmasdik. Qur'onni qalb ko'zlari, ko'zimiz ko'rmasdi. Qalbimiz bilan Qur'onni sevdik. Biz bugun masjiddamiz, eshityapmiz, inshaalloh amal qilyapmiz. Kunduzlari tinglayapmiz, alhamdulillah. Bugungi kunda ko'pchiligimiz Alloh taoloning fazli ila musiqa emas, Qur'on eshitib yuribmiz. Musiqa emas, alhamdulillah, tilovat eshitib yuribmiz, amr ma'ruf eshitib yuribmiz. Bularni Alloh taoloning o'zi har bir mu'min bandaga fazl o'laroq berdi. Alloh taoloning o'zi barchalarimizni taqvodor insonlardan bo'lmog'imizni Robbim nasib qilsin. U taqvo qanday taqvo? Shunday taqvoki, u haqiqatda quloqda, ko'zda, tilda emas. Shunday taqvoki, u taqvo qalbda bo'lsin inshaalloh. Bugun taqvodorlarni ko'ryapmiz, alhamdulillah. Ularning taqvolari tilda, ularning taqvolari qo'lda, ularning taqvolari ko'zda, ularning taqvolari mumkin Alloh taolo zohir bizlarga ko'rsatgan narsalarida, lekin qalbda bo'lmasligi mumkin. Haqiqiy taqvo albatta, alhamdulillah, qalbda bo'ladi inshaalloh. Madrasada o'qiydigan bir tolibi ilm ustoz uni oldiga chaqirdi. Ustoz chaqirdiki, bir joyga borib kelamiz. Xo'p dedik, ustoz bilan bir joyga boryapmiz, yurib boryapmiz. Men so'radim: "Ustoz, qayerga boryapmiz?" Ustoz aytdilar: "Meni bir yaqin do'stim bor. Juda yaxshi. U bir boshqa madrasada dars beradi. Uni bir solih qizi bor. Biz sovchilikka boryapmiz." Men jim turdim va savol berdim: "Kimga?" Ustozim aytdilar: "Senga." Men ularga u kishiga aytdim: "Ustoz,
meni bir qalbimni so'ramaysizmi dedim. Ya'ni menga sovchilikka boryapmiz ikkovimiz. Men u qizni ko'rganim yo'q. Bizda shunaqa-ku. U qiz bilan gaplashganim yo'q. U qizni qanaqaligini men bilmayman. Meni yuragimga qaramaysizmi dedim. Ustozim kulib yubordilar va yo'lni davom ettilar. Men ustozimga boshqa gap gapira olmadim. Bordik. Eshikni taqillatdilar, uyga kirdik. Uyga kirganda ustozim bilan u odam, ya'ni mezbon quyuq salom alik qilishdi. Men bildim shundan. Meni ustozim bilan xonadon egasi juda yaqin. Juda tanish. Juda bir-birlari bilan ichkari bo'lgan do'stlar deb bildim, dedi. Hattoki ular shunday suhbatlashyaptiki, men ularning orasida xuddiki yo'qman. Va xonadon sohibi bizni bir joyga o'tirg'izgandan keyin ovozini ko'tarib mehmon dedi. Mehmon degandan keyin u xonada piyola, choynak ovozlari eshitildi. Tarbiyani qarang dedi. Shunda mehmon keldi, choy keltir, falon narsani keltir demadi-da, bizni joyimizga o'tirg'izganidan keyin ozgina ovozini balandroq qilib mehmon dedi. Bo'ldi. Bir narsalar tayyorlanaverildi. Chunki u xonadan u narsani ovozlari eshitilardi. Choynak, piyola, bu narsalar. Va o'rtog'im, ustozim bilan u kishining o'rtoqlari yana suhbatlasha ketdi. Men madrasa tolibiman. O'zimizcha biz katta taqvo sohibi, ilmi tolib, ustozlardan dars olamiz deydi shogird yigit. Qaradim, uyni obdon qarasam, bir chetda kitob javoni turibdi. Men turdimda, ular suhbatlashaverdi. Men turdimda kitob javonlarini orasidan kitoblarni qaray boshladim. Tafsir, aqida, nahv, sarf, asarlar, boshqa kitoblarni ko'ra boshladim. Va kitob javonining eng avvalida Qur'on turgan edi. Qur'on ham juda eski, ko'p ishlatilganligi ma'lum bo'lgan Qur'on. Men Qur'onni oldim, qo'limga oldim va mana shu holatda 3 marta taqillagan ovoz eshitildi. 3 marotaba va bo'ldi. Mezbon o'rnidan turdida eshikni ochib, ya'ni narsalar tayyor, choy va bu narsalar tayyor bo'lganining belgisi edi bu. Ya'ni nomahram kirib dasturxonga qo'ymadi. 3 ta taqillatdi. Va mezbon turib, eshik oldidan choylar va bu narsalar, qand, qurs, boshqa narsalarni oldida ustozimni oldiga keltirib qo'ydi. Men Qur'on, eski Qur'on qo'limda o'yladim. Farosatni qara. Tarbiyani qara. Holatni qara. Vaziyatni qanday tashkil qilinganligini qara dedim. Bunisi mehmon dedi. Choynak piyolalarning ovozi eshitildi. Tayyor bo'lganidan keyin 3 ta taqillagan ovoz keldi va turdida tayyor narsani oldi, keltirdi. Jim. Biz hali xonadon egasini ko'rganimiz yo'q, sohibini, qizlarni, ayollarni, na ovozini, na o'zini ko'rganimiz yo'q. Va men Qur'onni ocha boshladim. Qur'on juda eski, juda ko'p ishlatilgan va ba'zi joylarning rangi siyohi past rangda ekanligini ko'rdim. Va u joyda men siyohi past bo'lgan oyatni qarasam, jahannam oyatlari. Ya'ni do'zaxni azobini, do'zaxni bildiradigan va o'sha ma'noni keltiradigan oyatlar. Men madrasada o'qiganman, arabchani yaxshi bilaman deydi. O'qiyapman, Qur'on varaqlayapman, qayerdagi jahannam oyatlari bor, o'sha joyning siyohi rangi pasaygan, ya'ni ko'chgan, xuddiki ustiga suv to'kilgandek deydi. Va men mezbondan so'radim, bu Qur'on kimniki dedim. Mezbon aytdi, qizimniki dedi. Qizim doim shu Qur'ondan o'qiydi dedi. Men o'yladim, bu Qur'on juda ko'p ishlatilinganidan
varoqlari yumshagan, varoqlari yirtilaydigan, hatto ba'zilari teshilgan. Nega? Men e'tibor berib qarasam, jahannam oyatlarining siyohlari ko'chgan, pasaygan deganda, "Abbo, siz ham nozik joydan tutdingiz" dedi mezbon. Nimaga desangiz, qizim, mana shu jahannam oyatlarini o'qisa, do'zax oyatlari Qur'onda kelsa, o'zini yig'idan to'xtata olmay yig'lab yuboradi. O'shaning ko'z yoshlari to'kilgandir dedi. Va men deydi tolibi ilm madrasadagi o'zimni tutib tura olmadim. Qur'onni yopdim-da, joyiga qo'ydim. Ustozimga aytdim, "Men tashqariga chiqmasam bo'lmaydi" dedim. Men tashqariga chiqdim va tashqariga meni chiqargan narsa yig'i edi. Men ularni oldida yig'lamay dedimda, ko'chaga chiqib shunaqangi yig'lagim keldi dedi. Va ustozim mendan keyin tashqariga chiqdilar, xayrlashib va so'radilar, "Senga nima bo'ldi?" deganda, ustoz dedi, "Men taqvoda adashibman. Chunki uyda turib bir Qur'on o'qigan qizcha, Qur'onning ahvolini qarang, varaqlari yemirilgan, kir bo'lib ketgan va jahannam oyatlarining ustida u yig'lagan, siyohi pasayib ketgan. Endi bizni uylarimizdagi kitob javondagi har xil turdagi Qur'onlarni ko'ring, usti chang bosib yotibdi, birodar. Tekkizilmagan, hatto qo'l tekkizilmagan, qaralmagan, hatto ochib, birodar, bir oyat ham o'qiy olmaymiz. Haliki uni varag'ini titish, varag'ini kir qiladigan darajada har kun o'qish, jahannam oyatlarini ustida yig'lash u yoqda tursin, birodar. Biz o'zi Qur'on o'qishni bilmaymiz-ku. Oxirgi marta Qur'onni biz qachon ochib 2 oyat o'qidik? Bizni dedi, biz madrasa tolibi bo'lsak ham, bizni uyimizdagi kitob javondagi Qur'on yap-yangi, hali belisinmagan, hali varog'i yaltiroq holatda turibdi dedi. Shunda men aytdim, ustoz dedi, "Men bu taqvodor qizga men munosib emasman. Men buni olib xor qilmoqchi emasman" dedi-da, "Men buni ola olmayman" dedi. Haqiqatda bugun ko'pchiligimizning ahvolimiz shunday, birodar. Yil davomida-ku Qur'onni o'qimaymiz. Ramazonda bir ochib ko'raylik, birodar endi. Ramazonda bir Qur'onni arabisini bir ko'raylik, o'rganaylik, bir yodlaylik. Kechagina 4 ta sura bilardik. U 4 ta surani 20 yildan beri bilamiz biz. Inna atayna, qul huvallohu ahad, mayda suralar, birodar. 5-chi, 6-chi, 7-chi, 10-chi, 20-chi suralarni qachon yodlaymiz? Ustozimiz aytganlaridek, bechora inna atayna bilan qul huvallohu ahad, u odam meni buncha ko'p o'qiydi deb o'zi hayron bo'lsa kerak deydilar, hazillashib. Birodar, haqiqatda bizning ahvolimiz shu. Yangi suralar yodlaylik bugun Ramazonda. Ramazonda yodlaylik, Qur'onlarimizni ochaylik. Bugun Qur'onni arabisini ocha olmayotgan bo'lsak, bugungi kunda Alloh taolo fazl berdi. Uni bugun kiril alifbosidagi, lotin alifbosidagi yozuvlar chiqdi. O'shani o'qiylik, arabisiga harakat qilaylik. Bugungi kunda imkoniyatlarimiz bisyor, imkoniyatlarimiz keng. Alhamdulillah, Alloh taqdir qilibdi bizga. Shularni o'qiylik. Alloh taolodan fazl so'raylik. Alloh taolo shunda biz sizga yaxshilik beradi. Shunda Alloh taolo dunyo va oxiratda biz sizni saodatli bandalardan qiladi. Shunda Alloh taolo biz sizga mana shunday rahmat oyiga Alloh rahim qiladi. Mag'firat dahasida bizlarni Qur'on o'qiganimiz uchun, Qur'on eshitganimiz uchun, tutgan ro'zalarimiz uchun, bergan ihsonlarimiz, ado qilayotgan zakotlarimiz uchun Alloh taolo bizlarni gunohlarimizni avfu mag'firat qiladi. Oxirgi 10 kunlikda ibodatda mahkam turaylik. Alloh taoloning o'zi fazl bersin. Alloh o'shanda biz sizni do'zax azobidan, do'zaxiylar qatorida bo'lsak, Alloh biz sizni jannatiylar qatorida yozadi inshaalloh. Alloh taolo hammalarimizni Qur'on ahliga muhabbatli bo'lmog'imizni Robbim nasib aylab, ham dunyoda, ham oxiratda saodatli bo'lishligimizni Robbim nasib qilsin. Amin. Hasbiyallohu ni'mal vakil, ni'mal mavla va ni'man nasir bi rahmatika ya arhamar rohim.